Assalomu alaykum. Ushbu video bizning Obsidian veb-sayt xizmatimizdan foydalangan mijozlar uchun maxsus tayyorlangan bo'lib, unda biz tomonimizdan hamma narsa tayyorlanib, mijozga taqdim qilib bo'lingandan keyin mijoz tomonidan atigi bir marta bajarilishi kerak bo'lgan sozlamalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni video ko'rsatmalardan iborat. Demak, ushbu video professional montaj qilinmagan, shuning uchun kamchiliklar bo'lsa aytib buyurmaysizlar, imkon qadar qisqa qilishga harakat qilamiz. Xo'p, mana ko'zimni tezroq yumib ochishimga e'tibor bermaysizlar, chunki ozgina shamolda yurganim uchun ko'zim tez qurib qolyapti. E'tibor bermaymiz unga. Biz foydalanuvchini Google akkauntiga muvaffaqiyatli kirib olganimizdan keyin o'z ishimizni boshlaymiz. Nimalar qilishimiz haqida qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, akkauntga kirdik. Google akkauntga shu Google akkauntdan foydalangan holda GitHub platformasida mijoz nomidan profil ochamiz. Profil mijoz xohlagan nomda bo'lishi mumkin. Ushbu holatda qaytish nomli saytga buyurtma bergan mijozimiz misolida hammasini ko'rib o'tib ketamiz. Demak, profil ochdik. Ushbu profil ichida qaytish.github.io degan repozitoriy ochdik. Aynan mana shu repozitoriy bizning Obsidian hamyonimizdagi hamma ma'lumotlarni o'zida saqlaydi hamda veb saytga yo'naltirib beradi. Mana bu nom github.io. Mana bu qaytish nomi mijoz xohlagan nom bo'lishi mumkin. Demak, aynan mana shu nom ushbu sayt server bo'ladigan, ya'ni ushbu sayt yuklanadigan manzil hisoblanadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bir xil. Hozircha ushbu manzilda hech narsa yo'q deyapti, lekin video davomida node, ya'ni qaydimizni qanday qilib veb saytga push qilishni, ya'ni veb saytga yuklashni ko'rib o'tamiz. Ushbu manzilda bizning veb saytimiz ko'rinib turgan bo'ladi. Yana bir aytib o'tish kerak bo'lgan narsa, biz saytni GitHubga joylaganimizdan keyin sayt mana shunaqa manzilda umrbod yashashi mumkin. Siz xohlagan nom.github.io. Agar kimdir o'zi domen sotib olib, masalan, qaytish.com yoki qaytish.uz degan domen sotib olib, ushbu saytdan yo'naltirilsin mana bu manzilga deydigan bo'lsa, faqat ushbu domen uchun pul to'laydi yillik. Masalan, bo'lishi mumkin yiliga $15, $20 bo'lishi mumkin. Lekin saytimiz mana bu manzilda umrbod bepul ishlaydi yoki yashaydi. Endi Obsidian ilovasini qanday qilib yuklab olishni ko'rib o'tamiz. Birozni ochamiz, Obsidian deb poisk beramiz. Xo'p, qidiruv natijalarida birinchi bo'lib chiqadi. Download linkini bosamiz. Bosganimizda Obsidian saytini download bo'limiga olib kiradi. Bu yoqda bo'lsa, bizning tizimimizga mos o'rnatish faylini taklif qiladi. Xo'p, menda hozir Linux bo'lganim uchun Linuxga mos o'rnatish fayli taklif qildi. Bu download buttonini bosish orqali yuklab olish mumkin. Agar kimda boshqa qurilma ishlatadigan bo'lsa, masalan, iOS, Android, Windows, Mac, bular uchun ham o'rnatish fayllari bor. Umuman olganda Obsidian cross platform, ya'ni platforma tanlamaydigan ilova hisoblanadi. Androidda ham, Windowsda ham hamma tizimlarda ishlatish mumkin. Demak, o'zimizning operatsion tizimimizga mos o'rnatish faylini yuklab olamiz. iOS va Android uchun juda ham oson. App Store yoki Google Play Marketga kirib, ushbu joydan yuklab olish mumkin. Windows uchun ham shunaqa. Mana bu linkni bosgandan keyin .exe degan fayl yuklab olinadi. Ushbu faylni 2 marta bossak o'rnatiladi. Macda ham shunaqa oson. Linux foydalanuvchilari o'zi qanday o'rnatishni yaxshi bilishadi. Demak, o'rnatib bo'lganimizdan keyin bizda mana bunaqa fayl icon ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Fayl iconi belgisi shunaqa. Ilovani o'rnatib olganimizdan keyin mana bu nishonchani bosish orqali ochib olamiz Obsidianni. Bizning ish muhitimiz mana shu bo'ladi. Demak, meni hozir allaqachon ochilgan hamyonlar bor. Buni ichida ma'lumotlarni saqlayman. Hozir yangi hamyon ochamiz. Create new world. Bunga masalan qaytish Obsidian deb nomlab qo'yaman. Masalan, manzilda masalan, xo'p, document papkasini belgiladim. Yaratildi. Yangi hamyon ochilganda avtomatik tarzda mana shunaqa welcome qayd yaratilgan bo'ladi. Obsidiandan foydalanish bo'yicha allaqachon bizda video darslarimiz bor. Ushbu video darslarda mana bu manzildan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, YouTube'ga kiradigan bo'lsangiz, YouTube'ga kirib Fargan E deb qidirsangiz, bizni xo'p, bu yerda kanalimiz chiqib keladi. Kanalga kirib turib, bu yerda xo'p playlist bor. Playlistlarga o'tsangiz, bu yerda Obsidian qisqa darslar degan playlistimiz bor. Ushbu ichida 30 dan oshiq darslar bor. Qisqagina 1 minutlik, yarim minutlik darslar bor, juda ham foydali. Agar kimgadir bunaqa video ko'rinishdan noqulay bo'lgan bo'lsa, brauzerda ochib turib garden.fargani.space manziliga tashrif buyuradigan bo'lsa, biz veb saytimiz chiqib keladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Demak, bu yerda education degan bo'lim bor, ta'lim degan bo'lim. Ta'lim bo'limida Obsidian tutorial degan papka bor. Ushbu papkada Obsidian Basics yoki Obsidian asoslari qaydlar bor. Mana bu yerda mundarijasi bor. Demak, 30 bitta dars ekan. Obsidian bo'yicha, demak, jami bazaviy bilimlarni o'rgatilgan. Xo'p, video ko'rinishi bor, avtomatik mana yuklanadi. Yoki bo'lmasa yozuv ko'rinishida ham o'rgatib ketilgan.
Demak, ingliz tili va o'zbek tillarida bemalol buni o'rganib, Obsidiandan foydalanishingiz mumkin. Bunday daraja yordamida darsdan darsga oson sakrashingiz mumkin. Hamma bazaviy bilimlar bu yerda bo'lgani uchun biz hozir Obsidianni qanday qilib bir martagina sozlash va undagi qaydlarimizni qanday qilib saytga yuklashni ko'rib o'tamiz va shu bilan cheklanamiz. Biz o'z ishimizni bajarib bo'lib, mahsulotni mijozga taqdim qilganimizdan keyin mijoz tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan birinchi narsa mana bu yoqda nastroyki belgisi bor. Shu belgini bosib, mana bu yoqda community plugins, ya'ni hamjamiyat pluginlari bor. Agar o'chiq bo'lsa uni yoqib turib, mana tashrif buyurishga bosamiz. Bu yoqda community, ya'ni hamjamiyat pluginlar ro'yxati bor. Qidiruv beramiz. Digital Garden deb qidiramiz. Mana Digital Garden deb chiqadi. Shuni install, ya'ni o'rnatamiz. Mana o'rnatilyapti. O'rnatib bo'lgandan keyin enable, ya'ni yoqishimiz kerak bo'ladi. Shu tugmani bosdik, yondi, bo'ldi. Bu yoqdan chiqib ketamiz. Ana endi pastda ko'rishingiz mumkin. Digital Garden paydo bo'ldi. Demak, bir marta sozlashni boshladik. Bu yoqda xo'p, publish platform debdi. Bu GitHub self-hosted tursin. O'zi shunaqa bo'ladi. Endi GitHub repo name, ya'ni repository nomini so'rayapti. Bu yoqda mana xo'p, bizni repositoryimizning nomi qaytish.github.io edi. Xuddi shuni kiritamiz. qaytish.github.io bo'ldi. Ana endi GitHub username debdi. Bu yoqda GitHub username qaytishni o'zi edi mana. Shuni yozamiz. Qaytish bo'ldi. Ana endi GitHub token so'rayapti. Biz tokenni GitHubdan olib mijozga allaqachon yuborgan bo'lamiz. Taxminan mana shunaqa ko'rinishda yuborgan bo'lamiz. Mijoz o'zini Telegramda masalan qabul qilgandan keyin u narsani olib, nusxa olib, token so'ragan joyga olib kelib qo'yish kerak bo'ladi. Token qo'yish bilan mana avtomatik tekshirdi. Aloqa muvaffaqiyatli tiklandi, yo'lga qo'yildi. Eng asosiy sozlamalar shulardan iborat. Endi qo'shimcha bir ikkita sozlamalar bor, shuni sozlab qo'yamiz. Demak, base URL bunga uncha shart emas. Xo'p, Slugify URL yoniq turaversin, yoniq turgani yaxshi. Ana endi global node settings, mana shunga kiramiz. Manage node settings bosamiz. Demak, show home link bu avtomatik o'zi yoniq turaversin. Aslida bular ochiq turgan bo'ladi. Siz birinchi kirganingizda bu sozlamalar ochiq turgan bo'ladi. Siz yoqishingiz kerak. Masalan, mana show local graph debdi. Xo'p, nodelar uchun, ya'ni eslatmalar uchun grafikni ko'rsatish. Bu nima degani? Masalan, bizda mana bunaqa grafikni ko'rsatish degani. Buni yoqib qo'ysak, mana shu grafik ko'rinadi. Demak, buni yoqib qo'yamiz. Ana endi show backlinks for nodes debdi. Bu nima degani? Agar qaysi nodga kirgan bo'lsak, orqaga qaytib chiqib ketish uchun link qoldirib ketadi. Buni yoqib berganimiz juda ham foydali bo'ladi. Ana endi show a table of content for nodes debdi. Agar qaysi nodga kirgan bo'lsak, eslatmaga kirganimizda, eslatmani ichida nimalar borligini ko'rsatib turuvchi jadval. Taxminan bu mana ko'rinishda buni yoqib berganmiz mana. Mana bu table of contents hisoblanadi. Ustiga bosib sakrashimiz mumkin. Xuddi shuni aytyapti. Ana endi show inline title. Bu narsa inline sarlavhani ko'rsatish. Bu ham foydali. Xo'p, show file tree sidebar debdi. Buni yoqib qo'ygan bo'lsak, mana bu chap tomondagi file tree ko'rinadi. Nested bo'lgan ichma joylashgan fayllar ko'rinadi. Demak, undan keyingisi enable search. Buni yoqadigan bo'lsak, bu yoqdagi qidiruv tizimi aktivlashadi. Qidirish imkoniyati paydo bo'ladi. Yoqib qo'yamiz. Demak, undan keyingisi enable link preview. Buni yoqadigan bo'lsak, biz qaysi linkni ustiga bosib turganimizda, u joyda nima borligi ko'rinadi. Masalan, mana bunaqa. Mana linkni ustiga olib borib ozgina ushlab tursak, buni ichida nima borligini ko'rishingiz mumkin. Bu ham juda foydali narsa, bu yonib turgani yaxshi. Ana endi show tags. Buni yoqadigan bo'lsak, taglar ko'rinadi. Har bir nodga qoldirib ketgan taglarimiz ko'rinadi. Buni yoqmaganimiz ma'qul. Bu yoqda ham yozib qo'ygan, agar bilmasang tagima buzib qo'ysan degan. Shuning uchun bu joyda sozlamalarni o'zgartirib bo'ldik. Ana endi o'zgarishlarni saytga yuklashni bosamiz. Bu yoqda mana muvaffaqiyatli yuklandi. O'rnatildi. Buni yopamiz. Keyingi qadamda saytimiz qanaqa ko'rinish kerakligini belgilasak bo'ladi. Manage appearance buttonini bosadigan bo'lsak, oyna ochiladi. Bu oynada mana birinchisida tema tanlash, ya'ni mavzu tanlash degan joyi bor. Bu yoqda yuzlab mavzular bor, ya'ni temalar bor. Bulardan yoqqanini tanlab o'shanga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Hozircha masalan default temada qolursan. Ana endi ikkinchisida saytning temasi oq bo'lsinmi yoki qora bo'lsinmi, tungi yoki kunduzgi mavzu rejim bo'lsinmi deyapti. Biz uchun, bizning saytimiz uchun kunduzgi esa ma'qulroq. Demak, saytning nomi debdi. Digital Garden turibdi default holatda. Bu narsa saytimizda mana shunaqa joyda ko'rinadigan nom hisoblanadi. Biz buni qaytish deb o'zgartirib qo'yamiz. Qaytish. Keyingi qadamda logoni so'ragan, lekin logoni qo'yishdan oldin biz hozirgi o'zgarishlarni saqlab olamiz. Saqlab oldik. Ana endi chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, biz hozir proyektimizda bittagina fayl bor.
biz logo, umuman favicon, shunga o'xshagan zaruriy medialar saqlash uchun bitta papka ochib olamiz. Buni assets deb nomladik masalan. Boshqacha nom berishlari ham mumkin. Demak, papka ochdik. Ana endi biz fayl menejer yordamida xuddi o'sha Obsidian hamyonimiz ochilgan joyga borib olamiz. Masalan, bu yoqda mana qaytish Obsidian ichiga kirdik. Mana hozir yaratgan assets papkamiz bu welcome md faylimiz mana. Assets bu welcome. Xuddi shu joyga kirdik mana. Assetsning ichi mana bo'sh turibdi hozir. Ana endi yangi oyna ochdik. Yangi oyna ochdik mana. Assets turibdi bittasi. Keyingisi mana bizda rasmlar bor edi. Oldindan xo'p tayyorlab qo'yganmiz. Bu yoqda har xil logolar, favikonlar oldindan tayyorlab qo'yilgan. Masalan, biz mana bu logo on navy like degan rasmni olamiz, bu yoqqa ko'chirib o'tkazdik. Assetsga ko'chirib o'tkazdik. Ana endi Obsidianga o'tirgan bo'lsak, mana Assetsda logo on navy like chiqdi. Ochimiz mumkin mana. Mana shunaqa rasm. Demak, rasmni ko'rdik. Ana endi hozir bizga yana kerak bo'ladi. Shuning uchun uni ham o'tkazib qo'yamiz. Mana bu yoqda assets papkasi, bu yoqda bizni oldindan tayyorlab qo'ygan rasmlarimiz. Ana endi bizga favicon ham kerak bo'ladi. Favicon CVG formatda kvadrat shaklda bo'lishi kerak mana. 1.24 ga 1.24 piksel formati SVG bo'lishi kerak. Buni ham bundan ham nusxa olamiz. Assetsga olib qo'yamiz. Bo'ldi. Ana endi biz zaruriy fayllarni assets papkamizga olib oldik mana. Obsidiandan ko'rinyapti mana. Faviconni ham ko'rishingiz mumkin. Shunaqa narsa. Ana endi yana qaytadan nastroyga kiramiz. Digital Garden bo'limiga o'tamiz. Ana endi appearance kiramiz. Kiradigan bo'lsak mana my logo.png mana o'sha avtomatik tahlil qilyapti. Logo uchun mana logo on navy like degan fotoni tanladik. Ana endi asosiy til, hozir bizning holatimizda asosiy til o'zbek tili. O'zbek qilib belgiladik. Ana endi favicon. Favicon nima? Xo'p, logoni tushuntirdimmi? Logo degani agar biz saytimiz linkini kimgadir ulashadigan bo'lsak, linkning yonida saytning logo rasmi ko'rinib turadi. Aynan o'sha link bilan birga ko'rinadigan rasm logo hisoblanadi. Favicon bo'lsa, saytning mana bunaqa yorliqchasi bo'ladi. Masalan, men o'zimni saytimga hozir ko'rsataman. Ruhiddin github.io degan bo'lsam, bu mazada mening saytim bor. Mening saytimda favicon qo'yilmagan. O'zim Obsidianni default faviconda qolib ketgan. Demak, agar siz favicon qo'ymaydigan bo'lsangiz, shunday qolib ketadi. Biz favicon qo'yamiz hozir. Favicon degan joyga mana assets favicon CVG ni belgilaymiz. Belgiladik. Ana, undan keyin use full resolution images. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, biz foydalangan rasmlar, ya'ni eslatmalardan foydalangan rasmlar tiniq formatda, sifatli formatda bo'ladi. O'zgarishlarni saqlaymiz. Bo'ldi. O'zgarishlar saqlandi. Buni yopishimiz mumkin. Yana bir nechta qo'shimcha sozlamalar bor. Bularni sozlash tavsiya qilinadi. Yana nastroyga kiramiz. Digital Garden. Xo'p, ana endi bu yoqda appearance bo'limidan ozgina narsa qolib ketgan edi mana. Xo'p, vaqt sozlamalari. Bu yoqda default holatda oy, kun, yil, soat va minut ko'rinishida vaqt ko'rinadi. Ana endi show created time stamp deb. Bu eslatmani yaratilgan vaqtni ko'rsatish. Buni yoqsa juda ham foydali. Bu yoqda show updated. Bu eslatma yangilangan sanasini ko'rsatish. Bu ham juda ham foydali. Buni yoqib qo'yamiz. O'zgarishlar saqlaymiz. Demak, o'zgarishlar saqlandi. Bu yoqda qo'yganlar unchalik muhim emas. Chiqib ketishimiz mumkin. Bir martalik sozlamalar shulardan iborat edi. Odatda qaysi sozlamani o'zgartirganimizda yoki qaysidir eslatmani tahrirlaganimizda oradan 3-5 daqiqa o'tib sayt yangilanadi. Demak, biz boya qo'ygan mana bu favicon saytda ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Buni tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Boyagi joyga qaytamiz. Hech narsa yo'q deb turibdi. Ana endi mana bu joyda favicon ko'rinishi kerak. Xo'p. Qayta yuklaymiz. Bu yoqda hech narsa yo'q deyapti. Uyga qaytish. Hech narsa yo'q. Bu yoqda sayt faviconni yangilamagan ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda hard refresh. Boshqacha refresh qilib olamiz. Refresh qilganimizdan keyin mana bizda faviconimiz ko'rindi. Faqat bu manzilda hech narsa bo'lmagani uchun hozir chiqmayapti. Ba'zilar o'ylashi mumkin, endi Obsidian hamyonimdagi hamma fayllar, eslatmalarim saytda ko'rinib turadimi hammaga deyish mumkin. Yo'q, unaqa emas. Qaysi fayllarni ko'rinsin degan bo'lsangiz ko'rinadi, ko'rinsin demagan bo'lsangiz ko'rinmaydi. Ana endi biz bilamizki, odatda hamma saytda bosh sahifa bo'ladi. Masalan, sayt yuklangan paytda avtomatik bosh sahifada paydo bo'lib qoladi. Masalan, menda bosh sahifa mana bu. Home page yoki bosh sahifa. Umuman Obsidianda bitta bosh sahifa qilishimiz kerak bo'ladi. Buni bosh sahifa deb nomladik.
Ana endi bu bosh sahifa umuman har qanday eslatma saytda ko'rinishi uchun bizda hozir shoshilib yozib oldim. Mana umuman eslatmalarimiz saytda ko'rinishi uchun ozginagina ikki xatoli narsa yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 3 ta chiziqcha yozsak, avtomatik forma ochiladi. Bunga mana DG publish bu saytda ko'rinsin degan narsa, shuni true qo'yamiz, ya'ni rost qiymat. Buni bosganimizdan keyin past istalgan narsamizni yozishimiz mumkin. Bu narsa saytga chiqadi. Ana endi xo'p, aynan bu sahifani boshqa sahifalardan farqi bu bosh sahifa. Ana endi shuni belgilashimiz uchun DG home degan xususiyat bor, shuni ham true qo'yamiz. Umuman butun boshli Obsidian hamyonda bittagina DG home true fayl bo'lishi kerak. Ikkita bo'lsa xatolik beradi, bo'lmaydi yuzaga keladi. Shuning uchun faqat bitta yaratinglar. Agar boshqasiga ko'chirmoqchi bo'lsalaringiz, mana buni DG home da false qilib turib yoki mana buni o'chirib tashlab turib boshqa faylga yozish kerak bo'ladi. Bizning holatda shu turgani ma'qul. DG home true. Ana endi bo'ldi. Bu yoqda bosh sahifa bu deb qo'ydik. Bu bosh sahifa. Saqladik. Ana endi bosh sahifamiz bor. Bu yoqda sinash uchun bir nechta eslatmalar yaratdik. Masalan, kitoblarim deylik. Kitoblarim. Hop, formani to'ldiramiz. DG publish true. DG publish. Mana DG home'ni boshqa to'ldirmaymiz. Bu bir marta to'ldirib yetadi. DG publish true. Ana endi yana bitta yaratdik eslatma. Bu bo'lsin masalan fanlar bo'lsin masalan. Formani yozib DG publish true qilamiz. Buni qilganimizdan keyin ushbu eslatma saytda ko'rinadi. Mening fanlarim bo'lsin masalan. Kitoblarim bo'lsa, bu esa kitoblarim. Ana. Xo'p, mana bu welcome. Welcome'ga e'tibor beramiz. Welcome'da hech qanaqa DG publish, unaqa narsalar yo'q. Bu narsa saytda ko'rinmaydi. Ko'rmaslik kerak. Hozir tekshiramiz. Kitoblarimda DG publish true qilganmiz. Bu saytda ko'rinishi kerak. Fanlar DG publish true saytda ko'rinishi kerak. Bosh sahifa DG publish true saytda ko'rinishi kerak hamda bosh sahifa bo'lib ko'rinishi kerak. Ana endi bu o'zgarishlarni saytga yuklashda ikkita usul bor. Agar telefonda bo'ladigan bo'lsa, eng oson usuli mana bu yoqda niholchani rasmi bor. Ushbuni bosadigan bo'lsak, bu yoqda o'zgargan narsalarni avtomatik chiqarib beradi. Masalan, qaysi fanlarda, umuman qaysi o'zgargan narsalar saytga yuklasin. Masalan, hammasini yuklasin deymiz. Publish selected bosadigan bo'lsak, ushbular saytga yuklaydi. Ikkinchi usulda hop, Linux yoki Windows bo'ladigan bo'lsak, Ctrl P ni bosadigan bo'lsak, mana bunaqa buyruqlar ro'yxati ochiladi. Bu yoqdan DG publish mana. DG publish aktiv nol. Bu aktiv eslatmani saytga yuklaydi. Ana endi bu yoqda DG hop mana Digital Garden publish all nodes marketplace publish. Bu aytyaptiki, umuman hamma eslatmalarni saytga yuklasin degani. Buni bosib ham yuklashimiz mumkin. Eng bu ham qulay. Endi osonligi uchun buni bosib qo'yamiz. Hammasini saytga yuklasin. Yuklayapti. Mana yuklandi deyapti. Mana o'sha yuklandi. Publish. Ana endi yuklandi. Hozir 19:35. 1-2 daqiqa o'tib saytda ko'rinish kerak. Xo'p, biz besabrmiz odatda. Besabrligimizni ko'rsatib, qayta yangilab turamiz mana. Mana. Hozircha hech narsa yo'q. Qayta bosib olamiz. O'rtacha 3-5 daqiqada yangilanadi. Bundan tezroq bo'lib qolishi mumkin. Mana yangilandi. Mana. Eslatmalar saytda paydo bo'ldi. Demak, biz qo'ygan faylga mana ko'rinishni boshladi. Juda ham yaxshi. Xo'p, buni yopamiz. Ana endi welcome'da DG publish yo'q edi. Bu ko'rinmasligi kerak edi. Mana welcome degan narsani ko'rmayapmiz aslida. Xo'p, kitoblarimda DG publish bor edi, ko'rinyapti mana. Kitoblarim mana ko'rinyapti. Bu esa kitoblarim. Xo'p, boyagilar yoqqaningiz uchun mana yaratilgan vaqti bilan o'zgartirilgan vaqti ko'rinyapti. Bu yoqda fanlar ham ko'rinyapti. Ana endi saytga yuklaganimizda avtomatik bosh sahifada ochilib qolyapti. Demak, yangi qaydni saytga qo'shmoqchi bo'lganimizda yoki qaysidir eski qaydni yangilaganimizda saytni mana buni xonsa belgisi orqali yangilarkanmiz. Demak, buni ko'rdik. Ana endi saytda allaqachon turgan qaysidir qaydni olib tashlashni ko'rib o'tamiz. Masalan, mana bu kitoblarim qaydini olib tashlaylik. Buning uchun mana buni ustiga bosamiz. Remove, ya'ni udalikni bosamiz. Udalikni bosdik. Bu yoqda saytga chiqarish uchun degan buyruq yo'qoldi. Ana endi yangilanishni saytga yuboramiz mana. O'zi avtomatik aniqlayapti. O'chirilgan qaydlar bor deyapti. Kitoblarim.md o'chirildi deyapti. Buni publish qilamiz.
saytdan o'chirildi degan xabar berdi dan. Ana endi saytimizni tekshiradigan bo'lsak, kitoblarim yo'qolib qolgan bo'lishi kerak. Mana hozir kitoblarim turibdi. 1-2 daqiqa o'tib sayt yangilanadi. Yangilangan versiyasida kitoblarim bo'lmasligi kerak. Hozir shuni ko'ramiz. Mana shu kitoblarim yo'qolib qoladi hozir. Eng yaxshi joyi, Obsidian'da eng zo'r joyi, saytni kuniga 100 marotaba yangilashingiz mumkin. Boshqa qaysidir boshqa platformalarga o'xshab bir kunda nechtadir yoki bir oyda nechtadir yangilanish cheklov qo'ymaydi. Cheksiz yangilashingiz mumkin. Mana kitoblarim yo'qoldi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, hozirgina qanday qilib qaydlarimizni saytga qo'shish yoki saytdan olib tashlashni ko'rib o'tdik. Endigina navbat ko'p tillilik funksiyasiga. Buning uchun mana bu o'zim videomni teparoq qo'yib turaman, chunki til o'zgartirgich belgisi pastdagi burchakda, o'ng burchakda ko'rinadi. Xalaq bermasligi uchun tepaga surib turaman. Taxminan shu joyda tursin mana. Xo'sh, mana bunaqa joyda tillar ko'rinadi. Hozir saytda asosiy tili o'zbek tili deb belgilangani uchun faqat o'zbek tili turibdi. Ana endi masalan, mana bu bosh sahifa 3 ta tilda bo'lsin. Xo'p, yana bir aytib o'tish kerak bo'lgan jihati, Obsidian'da umuman mana bu Digital Garden'da ko'p tillilik funksiyasi yo'q. Bu narsani o'zim yasadim. Bizning xizmatimizdan foydalangan mijozlarda bunaqa narsa o'zi chiqadi. Xo'sh, bundan foydalanishda o'ziga xos qoidalari bor. Shularga rioya qilinsa, bundan samarali foydalanish mumkin. Masalan, bosh sahifani 3 ta tilda chiqarishga ko'rib o'taylik. Xo'p, birinchi qoida, qaysidir eslatmani bir nechta tilda versiyalarni yaratmoqchimizmi? O'sha eslatmalar bir xil nom bilan boshlanishi kerak. Masalan, bosh sahifa. Bu bosh sahifani .uz. Bu yoqda yana bitta ruscha variantini yaratib olamiz. Bosh sahifa. Keyin tushuntirib beraman. Bosh sahifa buni ham development qilamiz. Ya'ni saytga ko'rinsin degani, ana endi ingliz variantni yaratib olamiz. Bosh sahifa.n. Buni ham saytga ko'rinsin deb belgilaymiz. Ana endi this is English. Xullas, inglizcha. Bu ruschasi ekan. Главная страница. Taxminan shunaqa mana. Xo'p, biz nima qilyapmiz mana? Xo'p, ko'p tillilik ishlash uchun mana bu bosh sahifani versiyalari bir xil boshlanishga ega bo'lishi kerak. Masalan, ko'ryapmiz, hammasi bosh sahifa so'zi bilan boshlangan, nuqtadan keyin qaysi tilligini ko'rsatib turibdi. Xo'sh. Bu yoqda bitta tavsiya qiladigan jihatim, mana bu o'zbek tilida odatda o'g'lar bor. O'ni masalan o'g'larning shapkasini har xil belgilash mumkin. Ba'zilar bunaqa qiladi, ba'zilar bunaqa qiladi. Shunaqa belgilashlar bo'lib, mana bosh sahifa har xil bo'lib qolmasligi uchun men ingliz tilida yozishni tavsiya qilaman hammaga. Buni home page deylik. Masalan, hammasini home page ga o'zgartirib chiqaman. Men shuni afzal ko'raman, sizlarga ham tavsiya qilaman. Home page mana. Home page mana. Hammasi bir xil bo'ldi. Home page bilan boshlanadi, o'rtasida nuqta, nuqtadan keyin qaysi til ekanini ikkita harf orqali ko'rsatib berilgan. Ana endi ularni saytga yangilab ko'ramiz mana. Xo'p, yangilandi dedi mana. Endi sayt bir-ikki minutda yangilanadi. Xo'sh. Bu yoqda 3 xil versiya chiqishi kerak. Mana bu yoqda bo'lsa til o'zgartirgich paydo bo'lishi kerak hozir. Biz ungacha yangilab turamiz. Undan keyin xo'p, bu yangilanguncha aytib o'tib ketay. Obsidian umuman Obsidian emas, xullas GitHubdan boshqa platformalar, masalan, Netlify bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan serverlarda bir kunda nechtadir yangilanishga yoki bir oyda nechtadir yangilanishga ruxsat beradi, undan oshig'ini cheklab qo'yadi. GitHub Pages'ni bir yaxshi tarafi, cheksiz yangilanishingiz mumkin. Limitlar yo'q. Bir kunda xohlasangiz 100 marta, 1000 marta saytingizni yangilashingiz mumkin. Hech kim sizga to'sqinlik qilmaydi. Hozir bu yangilanishi kerak. Mana, yangilandi. Xo'p, homepage uzlar paydo bo'ldi mana. Это главная страница. Mana, this is English homepage xullas. Mana, o'zbekchasi. Bu bosh sahifa. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, til o'zgartirishlar paydo bo'lgan. Hozir qaysi til versiyasida turgani mana ko'k rangda ko'rinadi. O'zbekchada turibdi, o'zbekcha ko'k bo'lgan turibdi. Ruschasiga o'tkazishni ustiga bosamiz mana. Ruschasiga o'tdi. Inglizchasiga sakrash uchun inglizchasini bosamiz. Juda ham oson. Ana endi yana bir jihat, bu yoqda homepage ru, homepage uz. Bu narsa bizga noqulaylik tug'diradi. Ya'ni biz saytimizga tashrif buyurgan insonlar uchun ham noqulaylik bo'ladi. Ana endi buni to'g'rilash uchun quyidagi ishni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, homepage uz.
Masalan, homepage o'zini o'rniga biz ko'rsatimiz kerak bosh sahifa degan so'zni. Lekin bunga tegmaymiz. Uni o'rniga mana bu formaga title degan narsani qo'shamiz. Title bu mana bu joyda ko'rinadigan nomi. Buni masalan bosh sahifa deyishimiz mumkin. Mana bosh sahifa. Mana bu bo'lsa homepage.ru. Homepage.ru ga masalan title'ga главная страница deb qo'ysak, ruslar uchun chiroyli bo'ladi. Mana inglizchasida ham title'ga homepage deb qo'yamiz. Demak, o'zgarishlarni saqlaymiz. O'zgarishlarni saytga yuklab xo'sh, 1-2 minutda sayt yangilanadi. Demak, saytimiz yangilanmayapti, chunki mana bu joyda qanaqadir o'zgarish bo'lsa, keyin yangilanadi. Bu esdan chiqib ketdi. Masalan, oddiy nokta qo'yib qo'yamiz balki. Shunda mana bu eslatmalar yangilangandan keyin mana bu title yangi kiritgan forma elementi ham ko'rinadi. Mana o'zgargan eslatmalarni saytga yangilaymiz. Bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Biz bu yoqda xo'p, title'ga berilgan narsamiz, mana bosh sahifa deb yozib qo'ydik. O'sha bu yoqda ko'rinishni boshladi. Mana saytning tepadagi shapkasida ham bosh sahifa bo'lib ko'rinyapti. Главная страница homepage. Mana. Yangilab olamiz mana. Главная страница bo'lib ko'rinishni boshladi. Homepage bo'lib ko'rinishni boshladi mana. Ruschasida ham, inglizchasida ham, o'zbekchasida ham. Zo'r ishlayapti. Bizni til o'zgartirgichimiz to'g'ri ishlashi uchun bir muhim narsa qolib ketibdi. Shuni hozir aytib o'taman. Bu juda ham oson. Bir martagina bosh sahifa uchun belgilab qo'yasiz va unutasiz. Bu siz saytingizga ham xalaqit bermaydi. Faqat til o'zgartirgich to'g'ri ishlashiga yordam beradi. Ana endi bizda bosh sahifa qilib belgilangan mana bu homepage uz, to'g'rimi? Dga home true yordamida bosh sahifa qilib belgilangan. Ana endi biz bu to'g'ri ishlashi uchun, til o'zgartirgich to'g'ri ishlashi uchun mana bu narsani yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bir martagina yozib qo'yamiz, shu bilan unutamiz. Bu narsa saytimizda ko'rinmaydi ham. Shunchaki bizga yordam beradi. Ana endi buni ichiga bosh sahifa qilib belgilangan qaydimiz qaysi? Mana bu homepage uz, to'g'rimi? Shu homepage uzni nuqta uzdan oldingi boshlanish so'zi mana homepage turibdi. Homepage shuni olib kelib ko'chiramiz. Ana endi qaradik. Bizda hozir homepage ni buni boshlanishini bosh joy bilan ajratib yozgan edik. Bu yoqda masalan biz nuqta bilan ajratgan bo'lishimiz mumkin, virgul qo'ygan bo'lishimiz mumkin, shunchaki ajratish yoki qanaqadir boshqacha belgi qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Biz bunaqa belgilarning o'rniga bu yoqda chiziqcha qo'yib ketishimiz kerak bo'ladi. Bor yo'q qiladigan ishimiz shu. Mana bu yoqda bosh joy o'rniga chiziqcha qo'yamiz. Bosh joyning o'rnida boshqa belgi kelgan shaxslarni ham o'sha belgini mana bu chiziqcha bilan almashtiramiz. Xuddi shu tarzda bir marta yozib qo'ygan bo'lsak, bizni mana bu til o'zgartirgichimiz to'g'ri ishlaydi. Buni hop. Mana bu joy qolib ketibdi mana. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. File name mana bu yoqda bunaqa slash bor, o'rtasida mana buni boshlanish nomi, faqat maxsus belgilar, masalan bosh joy, nuqta, umuman shunga o'xshagan belgilar chiziqcha bilan almashtirilgan versiyasi. Buni o'zgarishlarni saytga saqlaymiz. Sayt yangilanadi 1-2 minutda. Shunda bizni til o'zgartirgichimiz to'g'ri ishlaydi. Mana biz saytimiz hali yangilangan yo'q. Hali ham eski versiyasida turibdi. Bundan oldingi versiyasida mana bu homepage, mana bu liniyani kiritmagan edik. Shuni kiritmaganimiz uchun bu yoqda bittagina uz versiyasi turibdi. Vaholanki bosh sahifani ruscha va inglizcha versiyalari bor, lekin mana bu kiritilmagan versiyasida ko'rinmayapti. Hozir sayt yangilanadi. Xo'p, yangilangandan keyin mana bu kiritilgan o'qiydi. O'qigandan keyin mana shu yoqda ruscha va o'zbekcha, ruscha va inglizcha til o'zgartirgichlar paydo bo'ladi. Mana paydo bo'ldi. Hozirgi biz kiritgan qator aynan shuni to'g'ri ishlashini bajarib beradi. Bu qatorni butun boshli hamyonda bittagina bosh sahifa bo'lsa, bir martagina yozib qo'yamiz. Xizmatdan foydalangandan keyin atigi bir marta qilish kerak bo'lgan so'zlamalar shulardan iborat. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Ana endi bu yoqda, xo'p, misol uchun bu yoqda har xil papkalar, misol uchun papka 1 ichida yana qanaqadir papka 2 qilib, masalan, papka 2 umuman o'zingiz xohlagandek cheksiz papkalar, fayllar ochib bemalol yozishingiz mumkin. Masalan, menga untitled 1 deylik. Hop, tag publish true.
Bir. Yana bitta ochaylik, masalan, Untitled 2. Tag publish true. Masalan, mana bu yoqda ham bitta bo'lsin. Untitled 3. Tag publish true. Hop. Hammasini saytga yuklaymiz. Demak, yangilandi. Saytni yangilaymiz. Mana yangilashni bosadigan bo'lsak, mana papka 1 o'sha ko'rinishni boshladi. Bu yoqdagi mana papka 1imiz. Buni ishni ochadigan bo'lsak, papka 2 bor. Bu yerda Untitled 3 bor, mana chiqyapti o'sha. Bu papkaning ichida yana Untitled 1 bilan Untitled 2 bor. Mana cheksiz papkalar, qaydlar ochishingiz mumkin. Albatta siz bunaqa oddiy narsalar bilan chegaralanib qolmaysiz. O'zingizni eslatmalaringizni, o'zingizni qaydlaringizni chiroyli holatga olib kelasiz. Buni Obsidian juda ham ko'p imkoniyatlari bor. Matnlar formatlash, linklar qo'yish, medialar biriktirish, xaritalar, umuman juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Bu imkoniyatlarning asosiylari masalan biz saytimizda o'rganishingiz mumkin. Masalan, guardian.for.space degan bo'lsangiz, saytimiz chiqadi. Saytimizda education bo'limi bor. Bu bo'limda Obsidian tutorial papkasi bor. Bunda inglizcha va o'zbekcha Obsidian asoslari darsi bor. 30 dan ko'p, mana bu yoqda bunda darajasi bor. Masalan, hamyon ochishdan boshlab o'zbek tiliga o'tish, qanaqa yangi eslatma yaratish, xo'p, matnni formatlash, umuman bu yoqda kod bloklaridan foydalanish, jadval qo'shish, media qo'shish, Xo'p, media qo'shish, musiqa biriktirish, video PDF biriktirish, rasm biriktirish, xarita, xo'p, mana bu yoqda mermaid diagrammalar, matematik ifodalar, juda ham ko'p narsa qilish mumkin. Umuman olganda mana shu saytlar ham Obsidiandan foydalanib qilingan. Bu yoqda o'rganishingiz mumkin. Yana bir muhim jihati, sinxronlash degan narsa bor. Agar siz sinxronlashdan foydalanmaydigan bo'lsangiz, faqat qaysidir qurilmadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Masalan, notebookni ochdingizmi, buni oxirigacha notebookdan ishlatishingiz kerak bo'ladi. Agar qachondir telefonga o'tkazmoqchi bo'lsangiz ham, bu yoqdagi hamma fayllarni telefonga o'tkazib, o'sha papkadan ochishingiz kerak bo'ladi. Shu bu telefondan saytni yangilaganingizdek yana xuddi shu narsalar saytga qaytsin. Agar telefonda boshlagan bo'lsangiz, oxirigacha bu ma'lumotlar telefonda saqlanishi kerak. Masalan, qaysi ma'lumot yo'qoldimi, o'sha telefondan yangilashni bosganingizdan keyin saytda ham o'sha ma'lumot yo'qoladi. Shuning uchun telefon bilan notebook yoki kompyuterdan baravar foydalanmoqchi bo'lsangiz, u ikkala qurilmada bir xil papka fayllar bo'lishini ta'minlashingiz kerak. Ya'ni ikkovi narsa sinxron bo'lishi kerak. Qurilmalar sinxronlash nima degani? Sizni notebookingizda ham, telefoningizda ham, planshetingizda ham yoki kompyuteringizda ham bir xil ma'lumotlar bo'lishi kerak. Shunda saytni yangilaganda bir xil ma'lumot bilan yangilaydi. Xo'p. Ana endi sinxronlash qanday bo'ladi? Sinxronlashning yana bir eng oson usuli, xo'p, Obsidianning o'zini sinxronlash xizmati bor. Bu xizmat pulli, oyiga $4. Xo'p, kimdir agar bu sinxronlashdan foydalanmoqchi bo'lsa, bemalol oyiga $4 to'lab foydalanishi mumkin. Lekin men o'zim misolimda ham oyiga $4 dan sarflaganim yo'q. Shuning uchun men boshqa yechim topganman. Keyingi videoda qanday qilib bepuliga telefon bilan kompyuterni sinxronlashni ko'rsatib o'taman. Hozircha shular. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.